birinchi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz bu subject and verb agreement mavzusi. Juda ham oddiy mavzu. Buni Englishni boshlaganingizda ham o'rgangansiz. A1 mi, A2 mi, B1 mi hamma levelda o'rgangansiz. Subject verb agreement oddiy tilda qilib tushuntirsak, bu plural and singular. Uzr. Plural versus singular. Plural versus singular. Yani plural degani ko'plik, singular bu birlik. Yani множественное число и единственное число. Juda ham oddiy mavzu. Plural bu hamma biladi. Agar noun bo'lsa, pluralda har doim s qo'shiladi, to'g'rimi? If the noun is actual plural, we add s. Noun plus s bu pluralga aylanadi. Singularda qanday bilamiz? N ko'pincha yoki one. Mana so'zlarni ko'rsak, bu ko'pincha singularni beradi bizga. Example bir ketaylik. Masalan, boyga boys s qo'shsak, bu boys bo'ladi, bu plural. Yoki a plus boy bo'lsa, bu nima? A boy. Ya'ni birlik. Bitta bola degan. Aytishingiz mumkin, juda ham oddiy mavzu, qanday qilib bu SAT da tushishi mumkin. SAT English qiyin bo'lgandiku, qiyin deyishgandiku, qanaqasiga bu oddiy mavzu bo'lishi mumkin. Bo'ladi, bu oddiy mavzu. Va bilishingiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi SAT English to'g'ri, ancha qiyin, advanced English. Lekin bu advanced narsani tushunmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi bo'lib simple narsalarni yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni fundamentni zo'r qilib olsangiz, qiyin narsalarni tushunish oson bo'ladi. So that's why we're actually starting from very simple things. Keyin subject verb agreement mavzusida agar subjectimiz singular bo'lsa, singular subject uni oldida singular verb bo'lish kerak. Juda ham oddiy rule. Agar plural subject bo'lsa, uni oldida plural verb bo'lish kerak. Ya'ni subject degani ega, verb esa fe'l. Bitta example beraylik singularga. Masalan, a boy goes to school. Demak, a boy bu subject, goes esa bizda verb. A boy bu singular bo'lgani uchun verbimiz ham singular bo'ldi. Ya'ni singularga es qo'shdik, ya'ni verbga es qo'shdik. Agar bu plural bo'lganda nima bo'lardi? Boys bo'ladi birinchidan, go to school every day bo'lishi mumkin masalan. Boys bu verb, uzr, subject pluralda. Go esa bizda verb. Va plural subject bo'lgani uchun bu yerda plural verb bo'ldi. O'zi unaqa ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa, bunaqa oddiy narsalarni bilishingiz shart emas, o'rganish shart emas, ya'ni shunchaki aytganimdek simple narsalardan boshlab qiyinroqlarga o'tamiz. Juda ham oddiy mavzu bo'lsa ham, bir ikki qiyin joylari bor. Masalan, ya'ni qiyin emas, confusing joylari. Bu birinchi sizni adashtiradigan narsa collective nouns. Shu haqida ozroq gaplashaylik. Collective nouns nima degani? Tasavvur qiling, sizda bitta basket bor. Ya'ni o'sha savat. Va bu yerda sizda har xil aytaylik olmalar bor. You have some apples. Olmaga o'xshadimi yo'qmi bilmadim. Bularda o'zi singularmi yoki pluralmi? Bular ko'plik, chunki bizda bittadan ko'p obyekt bor. Bu ko'plik, ya'ni plural bo'ladi. Agar biz bularni bitta basket ichiga qo'yadigan bo'lsak, if they are inside the basket, now what will be the case? Ular basketni ichida bo'lgani uchun biz asosiy fokusni basketni o'ziga beramiz. Ya'ni a basket of apples. Ya'ni bir savat olmalar bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu collective nounsga bitta example. Ya'ni sizda qanaqadir plural subjectlar bo'ladi, plural noun bo'ladi va ular qanaqadir bitta gruppa yoki biror bir narsani ichida bo'ladi. Ko'p plural nouns inside some kind of group. Plural nouns inside
a collective noun or inside a grouping object. Qanaqa nounlar collective nouns deyiladi. Siz fokus beradigan narsalaringiz bu a team, a group, a herd, a crowd, a band va boshqalar. Ya'ni agar qanaqa plural noun siz mana shu narsalar bilan ishlatsangiz, masalan a team of basketball players, a group of people, a herd of cows, a crowd of people, a band of musicians. Shunga o'xshagan so'zlarni ishlatsak, bu har doim bilingki singular noun bo'ladi. Collective nouns are all the time singular. Ya'ni birlik. A team of basketball players masalanda, mana shuni ham olaylik, mana shu example-da. A team of basketball players. Demak, players ko'rib siz ko'plik deyishingiz mumkin, plural, lekin bular teamda ichida, guruhda ichida va shuning uchun ham bu singular hisoblanadi. Va a team of basketball players is yoki has deymiz, masalan, agar to be ni formasini to'g'ri ishlatmoqchi bo'lsak, hech qachon are demaymiz yoki have demaymiz-da. Bu is yoki has bo'ladi har doim. Bu collective nouns edi. Sizni adashtiradigan narsalardan bittasi. Ikkinchisi bu movie names or cartoon names. Movie, cartoon titles and name titles. Masalan bo'lishi mumkin aytaylik Friends, to'g'rimi? Friends o'zi ko'pincha o'zi generally plural. Agar bu movie name bo'lib kelsa, masalan Friends degan movie bor, series, bu singular hisoblanadi. Masalan aytamiz, Friends is very interesting movie. Friends is a very interesting movie. Interesting sitcom or something like this. Yoki masalan aytaylik, the Snow White and Seven Dwarfs. Ya'ni Oppoqoy va 7 gnom. Seven Dwarfs and Snow White bu o'zi ko'plik, lekin bu movie cartoon name bo'lgani uchun singular bo'ladi. Is a funny cartoon. O'zi funny cartoon emas, bilmadim. Dramatic cartoon bo'lishi mumkin. It's just one example. Va boshqa narsa sizga kerak bo'ladigan narsa and bilan or. And versus or. Siz agar ikkita obyektni and bilan bog'langanini ko'rsangiz, masalan A and B, bu degani har doim plural, ya'ni har doim ko'plik. Lekin orda ozroq boshqacharoq. A or B desak, masalan, siz har doim fokusni B ga qaratishingiz kerak. Chunki B plural bo'lsa, siz plural tanlaysiz, B singular bo'lsa, общий singular bo'lib ketadi. Shuning uchun B ga fokus qaratish kerak. Depends on B. Depends on this guy. Masalan aytaylik, Tom and Jerry. Tom and Jerry bo'lsa, bu plural of overall. Chunki nima? Bizda and bor. Tom va Jerry. Lekin masalan aytaylik, cats or dog deydigan bo'lsak-chi, bu singular hisoblanadi. Nimaga? Chunki ikkinchi obyektimiz, ya'ni dog, bu singular. Shuning uchun ham cats or dog is deymiz yoki boshqa narsa. Bu and va or'da farqi edi. Endi biz nimalar har doim singular bo'lib kelishini bilib olaylik. Each, every, I'm sorry, just a sec, every, per, shunga o'xshash so'zlar har doim bular singular. Masalan, bo'lishi mumkin everybody. Everybody o'zi ma'nosi aslida ko'plik, har bir kishi degani, lekin
Bu singular hisoblanadi. Everybody is invited to the party masalan. Bo'lishi mumkin every masalan every BMW or a BMW, I don't know, it depends on actually the country. Every BMW, Mercedes, every BMW, Mercedes, and what else? Porsche, let's say Porsche. Bu singular hisoblanadi. Nimaga? Chunki bizda every turibdi. Every bo'lgani uchun bu singular. Every BMW, Mercedes, Porsche is very fast or quick or something like this. Shunga o'xshash narsa. Va boshqa nounlar anybody, somebody, any nobody. Bular har doim bular ham singular hisoblanadi. Singular ya'ni birlik. Va yana bitta narsa a number of versus the number of. Shuni ham farqini bilib olishingiz kerak. Versus the number of. The number of. A number of, the number of. Ko'p kishi mana shuni chalg'itadi, ya'ni chalkashtirib qo'yadi. A number of bu bir nechta degani, ya'ni many degan ma'noni beradi. The number of nima degani? The number of bu qanaqadir digit. Ya'ni qanaqadir bitta son. Many degani esa bir nechta degani. Bu plural. Bu esa singular hisoblanadi. Ya'ni a number of people came to masalan something, yeah? A number of people desa bu ko'plik, plural hisoblanadi. The number of people desa bu singular. The number of people in the class is 7 masalan. The number of people which came to the party is 5 and so on. Demak farqini tushundingiz degan umiddaman. Va bu mavzuda sizni chalg'itadigan narsa bu subject to'g'ri topish. One of the hardest things in this topic is to identify what is the subject, which is the main subject. Demak, qiyin joyi bu topikda qaysi bir noun bizda subject, ya'ni qaysi bir noun ega bo'lishini topishdir. Chunki sizga ko'plab nounlar berib qo'yadi ba'zi payt bitta sentence'da va qaysi biri subjectligini bilmay qolasiz. Ba'zi birlari singular, ba'zi birlari plural bo'ladi va siz chalkashib ketasiz. O'sha payt nima qilish kerak? The solution ignore the non-essential. Siz keraksiz informatsiyani o'zingiz uchun o'chirib yuboring va keraksiz informatsiyani o'chirgan paytingiz ichidagi o'sha keraksiz nounlar ham o'chib ketadi. Non-essentialni qanday bilamiz? Non-essential gapda ichida ikkita komma bilan, ikkita dash bilan yoki ikkita o'sha bracket bilan ajraladi. Mana shu ikkita komma bilan ajratilgan qismni o'chirib tashlang yoki ikkita dash bilan ajratilgan joyni o'chirib tashlasangiz, sizda non-essential joy o'chib ketadi va sizda kerakli nounlar qoladi va o'sha kerakli nounlarga qarab siz to'g'ri verbni match qila olasiz. So I think I can explain everything about this topic. So as you can see, it's not a very hard topic. Like there are some things that might confuse you, but anyways, it's quite easy. Albatta siz practice qilish orqaligina bularni o'sha xatolarni va exceptionlarni ko'rishingiz mumkin. Va yana bitta narsa, relative clause ga bog'liq narsa. Which yoki where yoki qanaqadir relative pronoun bo'lsa, bundan keyingi qanaqadir fraza bundan oldingi nounga refer qiladi. Aytaylik noun bu yerda va bundan oldin masalan bu yerda noun bor edi qanaqadir.
Which dan keyingi gapimiz directly oxirgi kelgan noun haqida informatsiya beradi. Where dan oldingi ham xuddi shu narsa. Bu nounga masalan informatsiya bermaydi. Masalan aytaylik, the places I visited in Paris, which is masalan the places I visited. Yo'q. Bu nice example emas. The places in the world. Yo'q. Xullas shunga o'xshagan example, uzr, yaxshi bitta example bera olmadim. Muhimi, which dan keyingi narsa directly oxirgi noun haqida informatsiya beradi. Mana shu haqida reference beradi. So yeah, that's it for this topic. Bunga aloqador mavzularni, ya'ni practicelar qayerda topsangiz bo'ladi. College Panda Writing kitobidan shu 6-mavzu adashmasam 6-mavzu shu subject and verb agreement degan mavzuga kirsangiz, yo erka grammar yoki College Panda Writing kitobiga kirsangiz, exerciselari bor, o'shalarni ishlanglar, recordinglari ham tashlanadi. Hammasini recordingi bor. So we will send the recording too. Endi bu sharpen qilish uchun, yanada ko'proq o'rganish uchun bu topikda baribir ko'proq practice qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu kitoblardan practice qilinglar. Agar qanaqadir questionlar bo'lsa, bemalol gruppaga jo'natsanglar, birgalikda ko'rib chiqamiz, okay? So that's it for this topic. So we're gonna see you in the next lesson.